maksimal darajada ommaviy produkt yaratishdan sal qochmoqchiman. Nimaga? Chunki har bir inson individual. Polniy Ironman distansiyasi mana shuni 2 baravari 140.6. То есть boyangi aytgan narsalarim 2 baravari. 2 baravar. 4 kilometr suzasiz, 180 kilometr velosiped и plus 42 kilometr yugurasiz. Zo'r. Bu yerda ishingiz bo'lsa, avtoritet yig'ish. Prosmotr ham emas, подписчик ham emas, avtoritet. Ulug'bek deganda odamlarni fikrida sog'lom turmush, Ironmanlarni tayyorlaydigan trener tasavvuriga kelish kerak. Xuddi shunaqa narsa bizani badanimizda ham xuddi shunaqa. Badaningizda jentradan li qilganingizdan keyin o'sha yana qaytib jentraga qaytgisi kelmaydi. Hali oldingizda juda katta problemalar chiqadi. Yaxshi, demotivatsiya hozirdan boshlandi. Bormadi, kuyasan deydi-yu. Assalomu alaykum azizlar. Bizani Insta razborimizni keyingi sonida uchrashtirganimdan xursandman. Bugungi mehmonimiz Ulug'bek aka, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi insonlardan, sportsmen va juda ham chiroyli va ko'pchilik havas qiluvchi hayotda yashayotgan, juda ham chiroyli qomatga ega bo'lgan holatda, yaxshi sog'lom tanaga ega bo'lgan holatda, ko'z tegmas avvalambor yashayotgan insonlar. Men o'ylaymanki, bunaqa odamni Instagramini yuritish kerak, shaxsiy brendini zo'r qurish kerak va o'zlarini misolida chiroyli, to'g'ri, sog'lom yashashni o'rgata olishi va bunaqa odamlarning sonini ko'paytirishga o'zlarining hissalarini qo'shganlari yaxshi, chin boshqa просто tak bekorchilikdan Instagramini qilayotgan yoki o'sha qanaqadir kontent qilayotgan odamlarga nisbatda ko'p cho'zib o'tirmayman. Bugungi razborimiz Ulug'bek akaning shaxsiy brendlarini zo'r qurish, daromadlarini keyingi bosqichga olib chiqish va keyingi qilishlari kerak bo'lgan va bu etapda ahamiyat berishlari kerak bo'lgan zaproslarni yopishdan iborat bo'ladi. Birinchi o'rinda o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz, men sizni yaxshi taniyman, endi baribir ko'rayotgan odamlarga kimsiz, nima ish bilan shug'ullanasiz, qanaqa bu sohaga kirib qoldingiz? Assalomu alaykum. Ismim Ulug'bek Ahmatov. 33 yoshdaman. Samarqandda tug'ilganman. 2010-yildan beri Toshkentda. Oldin o'zimni karyeramni davlat ishdan boshlaganman. Yurist sifatida 5 yilcha shu yo'nalishda ishlab, undan keyin o'sha o'zimdagi sog'liq masalasida muammolar paydo bo'lgandan keyin o'zimni ko'proq vaqtimni, e'tiborimni qanaqa qilib sog'lom bo'lish, qanaqa qilib energiyaga to'la hayotda yashash va undan tashqari qanaqa qilib o'zim xohlagan loyihalarni motivatsiya bilan to'xtamasdan davom ettirish uchun mana shu sog'lom turmush tarzini o'rganishni boshlaganman. 2023-yildan imенно yugurishni va velosipedni boshlab, undan oldin ham suzishni boshlaganman. 2018-yildan beri suzaman. 2023-yilda o'zimni hayotimga yugurish kirgan va 2024-yili velosiped va itogo mana shu 2025-yili shu yil AQShda Polovinka Ironmanni yarmini bajarishga sazovor bo'ldim deymizmi? Bajara oldik. Muvaffaq bo'ldim. Muvaffaq bo'ldim. Ironman nimaligini yaxshi tushunmaganlar uchun qisqacha aytib ketasizmi nimaligini? Qisqacha. Ironman o'zi bu triatlondagi bir как deymiz, brend deymiz. Triatlon o'zi shu 3 ta disiplinadan iborat sport: suzish, yugurish, keyin velosiped, keyin yugurish, 3 ta etapdan iborat. Ironman bu xuddi shu triatlonni to'ka bir uzunroq distansiyasi deylik va o'sha nomi tanilgan bir brend desak ham bo'ladi, brend. Ironmanni yarimi bor, Ironmanni to'lig'i bor. Yarim Ironmanda bu 2 kilometr suzish, undan keyin undan chiqib velosipedni narsalarini kiyasiz, velosipedingizni olasiz, shlemni kiyasiz, obuvni kiyasiz, velosipedga o'tirib, velosipedda keyin 90 kilometr velik katat qilasiz. 90 kilometr. 90 kilometr o'sha kunning o'zida yurasiz. O'sha kunning o'zida velosipedda 90 kilometr. Keyin yana boyangi tranzitniy zonaga kirib 90 kilometrdan keyin o'sha joyda o'zida yuguradigan narsalaringizni kiyib olib, krossovkani almashtirib boshqa, keyin 21 kilometr yugurish kerak. Voy bu. 21 kilometr yugurasiz. 21 kilometr marafonni, polniy marafonni yarim marafon hisoblanadi. Mana shu distansiya
Polovinka Ironman deyiladi. Ironmanni yarimi deyiladi. Polniy Ironman. Mana Ironman mana bu yerda 70.03 degani bu milda hisoblangan, milada, to есть kilometrda emas, milada. Mana shu uchalasini общий distansiyasi 70.3 mil bo'ladi. Polniy Ironman distansiyasi mana shuni 2 baravari 140.6. To есть boyagi aytgan narsalarim 2 baravari. 2 baravari. 4 kilometr suzasiz, 180 kilometr velosiped plus 42 kilometr yugurasiz. Zo'r. Vashshi zo'r aka, vashshi zo'r. Bu juda katta mashaqqat menimcha. U narsani o'zi xayolga sig'dirish o'zi 90 kilometr velosipedda uchish, 2 kilometr suzish. Men basseynni boshidan boshiga borguncha qarsilab qolaman. Keyin 21 kilometr yugurish haqiqatdan bu uje natija. Sizni ko'rsatish kerak aka. Siz o'zingizni bekinib yuribsiz, hech kim ko'rinmay. Qochib yurib. Endi mana nimaga shaxsiy brend qilmoqchisiz? Bu ish bilan shug'ullanishdan основной maqsadingiz nima bo'lyapti? Mana Instagramga kontent qilishdan o'zi основной maqsadingiz o'zi nima bo'lyapti aka? O'zi bilasizmi, oldingi hayotim men shu narsani tushunib yetdimki, qanaqadir materialniy narsalarga qiziqib maqsad qo'yilsa agar u davomiy bo'lmas ekanda. To есть masalan deylik pul yoki mashina yoki uy deylik, shunaqa narsalarni maqsad qilib qo'ysa inson, bu vaqti kelib yo motivatsiyasi yo'qolar ekan yoki o'sha narsaga yetgandan keyin уже keyin nima bo'ladi degan qiziq bo'lmas ekanda. Keyin mana bugungi kundagi mindset deymizmi, fikrlash shu narsaga yetib keldimki, eng asosiy mana shu men shu shaxsiy brendni qurishimni maqsadi bu ko'proq insonga shu sog'lom turmush tarzini qurish bu qiyinchilik, mashaqqat emas degan bir filosofiyada, mindsetni o'zgartirishda. Bu narsa именно qiyin dietalar orqali har kuni o'sha xohlamasdan trenirovkalar qilish emas, bu yangicha mazza qilib, kayf qiladigan narsaligini yetkazishda. Buni ortidan bilasizmi nima eng asosiysi? Mana men o'zimdan bilaman, что xuddi nimadek mashina deylik, mashinani primerini olaylik. Siz Gentrani haydashni boshlagansiz, Gentrani. Gentradan keyin уже masalan liga o'tirdingizda. Уже lidan keyin yana qaytib Gentraga o'tirgisi kelmaydi. Umuman yoqmaydimi deysizmi? Boshqa umuman qaytgisi kelmaydi. Xuddi shunaqa narsa bizning badanimizda ham xuddi shunaqa. Badaningizda Gentradan li qilganingizdan keyin o'sha yana qaytib Gentraga qaytgisi kelmaydi. Li bo'lganingizdan keyin energiyangiz ko'proq bo'ladi, motivatsiyangiz ko'proq bo'ladi. Kun davomida ham oilangiz bilan, ham ishlaringizga, ham xodimlaringizga, ham loyihalaringizga kerakli bo'ladigan energiya bera olasiz va shu bilan birga bilasizmi, nafaqat jismoniy tarafdan siz sog'lom, no и mentalni siz fikrlashingiz ham o'zgarishni boshlaydi. To есть nafaqat shu sportni disiplinasi mentalniy disiplinaga ham olib keladi-da. To есть kun davomida masalan 10 ta ish qila oladigan bo'lsam agar fizический nuqtai nazardan, mentalniy nuqtai nazardan уже filtr qilishni boshlaysiz. Bu narsaga energiya sarflash kerakmi, sarflash kerak emasmi? Va hokazo. Mana shunaqa mashina misolida bir nima qilmoqchi edim. Mana maqsadingiz demak odamlarni fikrini o'zgartirish, ko'proq odamlarni mana shu sportga targ'ib qilish. Bundan sizga nima foyda bo'ladi aka? Bu tomonini ham o'ylab chiqdingizmi? Nima foyda qilaman? Mana blogimni yurityapman. Nimadan bo'pti? Menga ham interesli joyi nimada bo'ladi degan narsani hech o'ylab ko'rdingizmi? O'zi endi chet el amaliyotida o'zi qanday? Chet el amaliyotida deymizmi, ruslar olamizmi, amerikanlar olamizmi? O'zi odatda qanaqandir bir ma'lumotni olganingizdan keyin, qandaydir informatsiya o'rganganingizdan keyin siz tushunishni boshlaysiz, qaysi produkt yaxshi va qaysi tomonlama yaxshi, qaysi produkt yomonroq, o'rtacha deylik. Siz ertaga keyin o'ziz o'tgan xatolarni boshqalar qaytarmasligi uchun, masalan, oddiy даже produktni даже nima qilishingiz mumkin. То есть mana bu narsani, условно говоря, yeyishni o'rniga mana buni yesangiz agar, bu
даже просто nimani olaylik? Masalan, tvorogni olaylik. Oddiy tvorogni-da. Tvorogni qanaqa turlari bor deylik, masalan, условно Yog'li, yog'siz, shakarli, shakarsiz. shakarli, shakarsiz. И производительni mana shu ishlab chiqarish vaqtida qay darajada o'zini pul topishda emas, no и конечный потребительni sog'liq nuqtai nazaridan o'ylayotganligini haqida ma'lumot ham beriladi bu narsaga. То есть качествосidan kelib chiqib, o'sha produktni bu yaxshi, bu yomon degan narsa. И plus undan tashqari qanaqadir yangi produktlar bor. Chet elda уже populyarni, bizda populyarni emas. U produktlarni даже ijobiy tomoni ham tasdiqlangan, lekin bizga haligacha yetib kelmagan, yetib kelsa ham ommaviy nima ishlatilmaydigan produktlar borda. Masalan, oddiy nimani olaylik. Oddiy kun davomida bizda даже влажность juda ham pastda. Amerikada, Yevropada влажность baland. Bu nimaga olib keladi? Bu bizani kun davomida dehydration deydi. Biz ko'p suv yo'qotamiz. Suxoy havo klimatdan kelib chiqib, bu narsa uchun nima kerak? Elektrolit. Elektrolit degan produkt borda. Amerikada 10 ta odam bilan uchrashsangiz, ularning 10 tasidan kamida 6 tasi kundalik hayotida sport bilan shug'ullansa, shug'ullanmasa elektrolitni ichadi-da. Shuni paketchaga solib, u nima? U prosta sizni badaningizdagi suvni miqdorini to'g'ri ushlash uchun faqatgina yordam beradigan narsa sizga-da. Shunaqa produktlarni sal uzoqlashib ketdik. Mana siz blogingizni yuritdingiz, tasavvur qilaylik. Sizda aytaylik 3 oydan keyin 100 mingta obunachi bo'ldi. Men o'ylayman, sizning yo'nalishingizda bunaqa obunachi to'plash juda ham oson. Va bu o'sha dostupniy 3 oyda bemalol 100 mingta, balki undan ham ko'proq yig'sa bo'ladi. Endi mana sizda 100 mingta obunachi bo'ldi va sizni keyingi qadamingiz nima bo'ladi? Misol, o'zingizga qaysidir baribir bunaqani olmoqchisiz. Nima orqali monetizatsiya qilmoqchisiz? O'zingizga individualniy misol shogirdlikka olishingiz mumkin, balki onlayn kurslar qilmoqchisiz. Balki yana boshqa nimadir, nima anaqangiz bor, xohishingiz bor. Shu bu yerda diversifikatsiya sifatida men nimani ko'ryapman? Birinchisi bu qanaqadir produktlar meni o'zimni filosofiyamga to'g'ri kelsa agar, ularga как investor sifatida kirish. То есть ularni sotuvini, ular agar sotuvini men orqali ko'paytirmoqchi bo'lsa agar, men ularni kompaniyasiga sotuvini dolasiga kirish orqali birinchisi. Ikkinchisi kurs. Oddiy kurs. Kursda eng asosiy mana bugungi kunda ham mana o'sha MVP sifatida test qilyapman bu kursda. Gap shundaki, bizda shunaqa filosofiya bor. Mana masalan, agar tishim og'risa, boraman tish doktoriga ko'rsataman. Belim og'risa, borib bel doktoriga ko'rsataman. Agar условно говоря, давлением ko'tarilsa, borib, условно говоря, давлениемni o'lchayman-da. Lekin gap shundaki, siz bittagina tomonini o'zgartirish haqida emas, tizimli. Mana siz bizga strategiyani qilishda bizga uy vazifa qilib berdingiz-da. Juda ham zo'r vazifada. Nimaga? Chunki biz strategiyani ochgandan keyin biz o'zimizga savol berishni boshlaymiz-da. Nima uchun kerak? Qayerga boryapman? O'zim nima qilmoqchiman degan savollarda. Xuddi shunaqa, mana bu yo'nalishda ham xuddi shunaqa. Agar men o'zimni masalan vesimni tashlamoqchi bo'lsam agar, bu faqatgina ovqatimni to'g'irlash degani emas, bu uyqumni to'g'irlashim kerak degani, aktivniy o'zimni mashg'ulotlarim to'g'irlash kerak degani, o'zimni uyqumni to'g'irlashim kerak degani, stress to'g'irlashim kerak degani. То есть bu kompleksniy podxod. Shu yo'nalishda kurs haqida ham o'ylayapman. Zo'r o'ylabsiz. Endi buni qanaqa qilmoqchisiz? Qanaqa qilaman, qanaqa qila olaman deb o'ylayapsiz? Men faqatgina bu offline, hozircha faqatgina offline haqida o'ylayapman. Chunki bilasizmi, maksimal darajada ommaviy produkt yaratishdan sal qochmoqchiman. Nimaga? Chunki har bir inson individual. Har bir insonning o'zining individualniy odatlari bor, har bir insonning o'zining individualniy qanaqadir xohishlari bor. Masalan, deylik, sizga tennis yoqadi. Kimgadir tennis yoqmasligi mumkin. Menga triatlon maza qilib shug'ullanaman. Kimgadir triatlon umuman yoqmasligi mumkin.
То есть har bitta odamga individual podxod qilib u o'zi shunaqa mani kursimdan keyin u odam borku shunaqa hayot tarzini o'zgartirsinki u mashaqqat emas, u prosta yangicha narkotik sifatida o'zini hayotiga yangicha narkoman deymizmi nima o'sha hayot tarziga narkoman bo'lib qolsin-da. Unga hech kim davay yoki telefon qilib yoki tepadigan odam bo'lish uchun emas, u o'zi motivatsiya topib, o'zi harakat qilib, o'zi nima qilish uchun zo'r. shunaqa bir maqsad zo'r. individual. Endi mana bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda qilib ko'rish vaqtida nima muammolar bo'ldi? Mana shu narsani hozir shaxsiy brendingizni qilishga kirishayotganda nima muammolar bo'lyapti? Nima sizni bu etapda to'sib turibdi? Keyin men уже решенияларым tayyor, sizga shuni tushuntirib beraman, aniq tushunasiz, xudo xolasa. Manda birinchisi, bilasizmi, shu protsessni tizimlashtira olmayman. То есть men o'zim deylik o'rganadigan narsalarimni va o'zimni amaliyotimda sinayotgan narsalarimni va mana shu bugungi kungacha orttirgan обучение bergan klientlarimni keysini, portfoliosini mana shu narsani prosta o'zimni, как siz aytasiz, o'zingizni sohani bilimi haqida bilishingizni yetkazib berish deysiz-ku. Mana shu umuman mana shu ves protsessni tizimlashtirishni men nima qilyapman? Vaqtim ko'p ketib qolyapti, ko'p o'ylab o'sha narsa kun davomida juda ham ko'p vaqtim ketib qolyapti. Qanday syomka qilay, qanaqa syomka qilay, ideya bor, ideyani keyin realizatsiyasi bor, qanaqadir razniy kadrlar qilish kerak va hokazo. То есть protsessni tizimlashtirish mana shu muammo deymiz. Zo'r. Ikkinchisi обязательно o'zimni MVP'imni darobotga qilyapman bu protsessda. Ha, birinchi shuni to'g'rilab olib kelgan albatta ungacha. Endi bu o'zi buni mukammallashtirish tugamaydigan narsa. Aytaylik, ertaga programma ishlab chiqqaningizdan keyin bu tем более offline qilmoqchisiz. Har bitta o'quvchingizni, har bitta sizni yoningizga keladigan shogirdingizni takomillashib, yaxshilashib ketaveradigan dastur bo'ladi. U odam o'zi xohlayotgan natijaga qarab turib. Bu narsani aytaylik, qanaqadir o'quvchi olishdan yoki sotishdan oldin buni haqida chuqur o'ylash menimcha anaqa emas. Buni odam bilan o'zi takomillashtiriladi. Razborimizni ko'rayotganingizdan va bundan qanaqadir foyda olayotgan bo'lsangiz, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bizda shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha maxsus o'quv kurslarimiz bor. Onlayn formati, offlayn formati va bularda o'zingizga qulayini tanlab, o'qib, o'rganib, shaxsiy brendingizni rivojlantirishda chuqur foydalanib ishlatishingiz mumkin va ichida juda ham ko'p qulayliklar qilganmiz va sizni bu dastur orqali shaxsiy blogingiz bilan sotuvlaringizni oshirishga, mahsulotingiz yoki xizmatingizni sotuvini effektiv yo'lga qo'yishga yo'naltirilgan o'quv dasturi hisoblanadi va bu dasturimizga hozir sizda oldindan yozilish orqali yaxshi bonusli va qo'shimcha imkoniyatli va eng arzon narxda darsga qo'shilish imkoniyati bor. Bu darslarimizga qo'shilish va batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi mana shu videoni описаниесida link bo'ladi. Shu link orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga bog'lanib, ma'lumotlarni berib, darslarga qo'shib qo'yamiz. Rahmat, razborni davom ettirsa bo'ladi. Endi sizni muammolaringizni ko'rdik. Nima qilmoqchisiz, nima ish qilmoqchisiz, o'sha narsani ko'rdik va sizdagi asosiy ish shaxsiy brendingizni qurish davrida tizim bo'lmayotgani va qanaqa qilishingiz kerakligini bilmayotganingiz bor. Sizga ikkita uchburchak chizib beraman. Keling, bittasidan boshlaylik. Sizda birinchi uchburchakni to'ldirishingiz kerakki, birinchi sifatda bu yoqda uchburchakni bitta tomonida ekspert deb turadi. Siz o'zingizni ekspert nuqtai nazaridan juda ham yaxshi rivojlantirgansiz. Faqat hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqqa kerak, sizda yana bitta rivojlantirish ustida ishlashingiz kerak bo'lgan bitta joy bor ekan. Aytib ketaman, nutqingiz. Siz asosiy datalarni o'sha ingliz tilida, rus tilida ko'rishga o'rgangansiz va o'zbek tili so'z boyligingiz kamayib ketgan. Hozir sizni asosiy qilayotgan ishingiz uzoq, qiyin emas bu. Bitta yoki ikkita dona kitob bilan hal bo'ladi. O'zbekcha iloji bo'lsa badiiy bitta yoki ikkita kitob o'qisangiz, uje so'zlarni ketma-ketligida taxlash va u narsani yetkazib berishingiz ancha ochiladi. Bu birinchi ishingiz sizni o'zingizda. Ikkinchisi, bu yerda bo'ladigan uje burchakning ikkinchi tomonida bu texnik qism. Ya'ni
montajlarni, videolarni hammasini o'zingiz olishingiz, hammasini o'zingiz qilishingiz, hammasini montajlarini umumiy ishni o'zingiz qilishingiz kerak emas. Agar bu o'zingizga qolsa, qolib ketadi birinchi o'rinda. Ya'ni bugun kontent chiqadi, ertaga chiqmaydi, indinga chiqadi, balki uni ertasiga chiqmaydi. Nasreniz bo'lganda yaxshi kontent chiqadi, nasreniz bo'lmasa chiqmaydi. Bu ishni tizimli yo'lga qo'yish uchun bo'lsa, sizda oldindan kontentli bo'lish kerak. Mana hozir bizni shu videoni ham olyapmiz. Bu bizda ba'zi hali bizda chiqmagan videolarimiz rosa ko'p YouTube o'ziga. Bu hali qachon chiqadi men aniq bilmayman ham. Ani o'chirib kelganda chiqadi. Undan tashqari Instagramda ham biz aytaylik 10 kun, 15 kun gohida 20 kunlab oldinda bo'lamiz kontent nuqtai nazaridan va orada qanaqadir ilhomim kelib qolsa, ideyam kelib qolsa, mashinada shartta oladigan kontentim bo'lsa, nimadir aytmoqchi bo'lgan yana gapim yoki ko'rsatmoqchi bo'lgan nimadir narsam bo'lsa, telefonning o'zida olveraman. Lekin bitta mana shu uchrashib syomka qilganimizda 10 ta 15 ta videoni oldindan olib qo'yganimiz hisobiga menda bu yerda уже ba'zi yig'iladi va videograflar uni o'sha hafta davomida sekin menga tayyorlab berishadi va menda har kuni bu yoqda chiqarishga kontent avtomatik tayyor bo'ladi. Va men uni endi nima kontent chiqaraman degan ishni 10 kun, 15 kun davomida umuman o'ylamayman. Va sizni bu ishni tizimli tashkillashtirishda qilayotgan ishingizdagi eng основной sizdagi problema, ya'ni qilishingiz kerak bo'lgan ish bitta syomka qilganingizda 10-15 ta videoni olib olish. Faqat sizdagi muammo o'sha videolarni qiyin qilish haqida o'ylab qolgansiz. Yoki syomkalarni o'zingiz qilayotganingiz uchun bu ish sizga juda ham qiyin deb tuyuladi. Sizga komanda kerak, shu ishni oson qilib tashkillashtirib beradigan. Misol xizmatidan foydalanishingiz, sotib olishingiz mumkin bu jamoani. Misol menga video olib beringlar, bolalar, bunaqa bolalar bor, men kontaktlarini beraman. Menga video olib beringlar, men shunga pul to'layman degan narsani gaplashasiz, sizga videoni olib berishadi, tayyor produkt qo'lingizga berishadi, joylab yuborasiz bu. Bu bitta anaqasi. Ikkinchi sizni mana shu ish tizimli tashkillashtirishingizda ikkinchi ish shu. Endi keyingi kelajakda, ya'ni o'zingizni nutqingizni to'g'riladingiz, texnik jamoa topdingiz, bu narsani ularga topshirdingiz. O'zingiz syomka qilib, o'zingiz ishlatish shart emas. Endi uchburchak uchinchi nuqtasida bor, uje prodyuser. Ya'ni sizda umumiy prosesni nazorat qiladigan bitta mutaxassis bo'lgani yaxshi yaqin kelajakda. Agar hozir mana bu narsani endi boshlayapsiz, o'zingizni Instagramingizni endi o'zingiz yuritishni boshlayapsiz va boshlang'ich etapdasiz, sizga paka bu insonni jalb qilishi shart emas. Paka bu insonni jalb qilishi shart emas. Chunki men darslarimda bu inson vazifalarini to'liq sizga o'rgataman, hali to'liq darsimiz davomida. Ma'lumot o'rnida aytib ketishim kerak, bular hozir bizani offline shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha darslarimizda o'qiyaptilar. O'shaning uchun ani fikrimiz bitta joydan chiqyapti. Endi hozircha ikkita darsimiz o'tdi, hozir protsessdalar. Endi men sizga bu insonning vazifasini o'rgataman. Lekin aytaylik, sizda mana xudo xolasa, men ko'zimga yetyapti, 3 oydan keyin yoki 5 oydan keyin 100 mingtadan oshiq podpishchik Instagramda paydo bo'ldi. Bu juda katta mas'uliyat birinchidan. Ikkinchidan, o'zi bu odam yig'ib bo'lgandan keyin sizda to'xtash varianti bo'lmaydi. Hozir bor bu ish bilan shug'ullanmaslik varianti. Lekin bu unaqa odam olib bo'lganingizdan keyin bu yo'da imkoniyatingiz kengayadi va bu sizga yana o'sha turtki beradi bu ishni qilishingizga va Instagramni qilganingizdan keyin Telegramga o'tkazasiz. U yerda anaqa qilasiz, misol YouTube'ni qo'shasiz, qanaqadir podkastlarga, intervyularga borasiz, qaysidir odamlar bilan kollaboratsiya qilasiz, kontent chiqadigan joy ko'payadi. Va har bitta platformaga alohida podxod kerak. YouTube'ga alohida podxod, TikTok'ga alohida, Instagramga boshqacha yondashuv qilinadi, Telegramga boshqacha yondashuv qilinadi va bularni nazorat qilish uchun bitta specialist kerak. Har bittasiga postni bittadan qo'yib chiqishni o'ziga bir kunda 2 soatgacha vaqtingiz ketib qolishi mumkin, ertaga podpishchikingiz ko'paygandan keyin. Tushunyapsizmi? Va bu sizni yana boshida bilinmaydi, lekin aytaylik qanaqadir vaqt уже bu ish bilan shug'ullandingiz, yarim yil mana shu narsani o'zingiz qildingiz, vigorание paydo bo'lishi boshlaydi. Ya'ni уже anaqa qilish mana shu narsani joylayotgandan zerkish yoki odatiy ishdek qilib qo'yish anaqasi bo'ladi. Ilhom bilan qilmaysiz. Agar bu ish uchun kimdir pul olsa, mas'uliyat bilan qilish ehtimoli oshadi va har bitta platforma uchun alohida podxod qiladi va o'ylaydi. Instagramga haqida, YouTube haqida, Telegram haqida va umumiy ishni montajyorlarga o'zi beradi, montajyorlardan o'zi qabul qilib oladi. Sizdagi yagona joy qoladi, ekspertligingizni yana ham rivojlantirish, videoga tushib berish. Qandoq maza agar qiziqdi вообще. Qandoq maza agar faqat mana shu etapga kelyapsiz. Videolar Faqat olmaysiz, montaj qilmaysiz, ishlayapsiz, zo'r misol
zo'r tadbirkorlik kelishyapti, misol millionniy sosteniyadagi tadbirkorlik kelishyapti, ularga yugurish o'rgatyapsiz, boshqa qilyapsiz, ular bilan sayohatlarga chiqyapsiz, videolarni olib komandaga tashlayapsiz, o'zligingiz hammasini tayyor qilib taq o'sha platformaga joylab qo'yishyapti. Sizni podpischikingiz o'zidan o'zi olishyapti. Va mana bizni ishlaydigan komanda bizni mijozlarimizga shunaqa servis qilib beramiz va bu dostupniy. Hozir mana o'zi bozor shunaqa ishlaydi. Biz siz foydalanmayapsiz. Tushunyapsizmi? O'zi bu mana shunaqa ishda ishlaydigan bolalar mana shunaqa ishlaydi. Просто sizni xabaringiz yo'q. Endi sizni ishingiz nima bo'lsin hozir? Maksimal darajada o'zingizni profilingizni yuritib, bu yerdan pul tortib, kelayotgan pulni o'ziga tikish. Reinvestitsiya. O'ziga tikish mana shu joyga bo'ladi o'zi. Hozir boshlang'ich etapda bu narsalarni o'zimiz qilamiz. Pul kelishni boshlagandan keyin birinchi o'rinda qiladigan ishimiz texnik komandaga pul tikish bo'ladi. Keyin yana o'sha xudo xohlasa ko'payishni boshlagandan keyin prodyuserlarga o'sha pul tikib mana shuni tizimlashtirib, faqat buni keyin o'stirishni harakatda bo'linadi. Yoki boshida investitsiya qilib boshlang'ich etapda o'sha texnik jamoaga pul tikib turishingiz mumkin, lekin bu agar to'g'ri ishlansa, misol o'zini bemalol oqlaydigan ish bo'ladi. Tikmasdan ham qilish yo'llari hozirgi holatda sizda dostupniy. Misol men o'zim ko'rsatib qo'ya olaman bu narsalarni qanaqa qilishni, boshqa qilishni. Endi bizda keyingi masala chiqadi. O'sha кейslaringizni ko'rsatish, misol o'quv kurslaringizga odamlarni jalb qilish, o'zingiz spetsialistligingizni ko'rsatish bo'yicha. Bu jarayonda kontent chiqarmasdan bu narsani olib bo'lmaydi. Именно sizni temangizda. Tem bo'ling hozir bugungi kundagi bozorda bodybuilding, tosh ko'tarish boshqalar juda avjiga chiqyapti. Lekin bunaqa har xil yo'nalishda aktual bo'lgan, ana yugurish bo'yicha yoki sog'lom turmush tarzi bo'yicha, odatlar bo'yicha ma'lumot bera oladigan odam pashti yo'q. Endi siz u yodagi jangni yutib chiqishingiz uchun o'sha narsani ko'rsatishingiz kerak, ko'rsata olishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Bu etapda nima qilasiz? Boya Miraz akaga aytgan texnikam. Lичностingizni ko'rsatasiz birinchi o'rinda. Qanaqa yashayapsiz, qanaqa fikrdasiz, nimani to'g'ri, nimani noto'g'ri deb hisoblaysiz va nimaga siz misol kachok bo'lib ketishni xohlamaysiz. Buni nima o'zi plus minuslari bor. Yoki nimaga bitta sport turini o'zida qolishni xohlamayapsiz-da, ham suzyapsiz, ham velosipedda uchyapsiz, ham misol yugurib kilometrlab, nega marafonlarda qatnashyapsiz, nega ertalab vaqtli turyapsiz, nega dietadasiz, nega kun bo'yi suv o'zingiz bilan olib yurasiz, nimaga bunaqa degan savollar ko'p-da. O'sha narsalarni o'zingizni misolingizda ko'rsatasiz va qarashlaringiz ko'rsiz. Odamlar sizni ko'radi, qo'pol qilayotganda, mayli, qo'pol qilayotmaymiz, qo'pol qilayotavering. Hayron bo'lib qolsin. Ko'rib hayron bo'lib qolsin. Qanaqa bunaqa yashayapti degan narsa. U narsani ko'rib. Keyin bu narsada spetsialistligingizni ko'rsatasiz. Misol uchun men hozir o'zida sizga shaxsiyatingizni ochish uchun aytaylik 3 ta kontent tuzib beraman. Misol uchun birinchisi bo'lishi mumkin nimaga kuniga 3 litr suv ichaman. Misol, nimaga kuniga 3 litr suv ichaman, sababini tushuntirib beryapsiz. Yoki ikkinchisi bo'lishi mumkin, qanaqa qilib nuqta yildan beri ertalab aytaylik 6 da turyapman. 6 da tura olyapman. Misol, qanaqa uddalash mumkin bu narsani? Men o'zim mana shu narsani hayotimda qilib kelyapman mana shuncha vaqtdan beri. Uchinchisi aytaylik nimaga 90 kilometr velida uchish tanladim. Va bu etapdagi o'zingizni hissiyotlaringizni aytib berasiz. Yoki aytaylik veli uchib yuribsiz, o'zingizni o'sha his qilayotgan hissiyotlaringiz yoki suzayotganingizdagi bo'layotgan jarayonni videoga olib, o'sha ish bilan nimaga shug'ullanayotganingizni aytib berish bilan o'zingizni misol lичностingizni ochib berishingiz mumkin. Yoki o'sha davlat ishidan bu sohaga o'tib ketganingiz, nimaga sog'lom turmush tarzini tanlaganingiz, o'zingizdagi kasallikdan qanaqa chiqib ketganingizni yoritib berish orqali o'zingiz lичностingizni ochishingiz mumkin. Shu va shunga o'xshash kontentlar bilan bu narsani ko'rsatasiz. Endi mutaxassisligingiz bo'yicha kontent bo'lsin. Mutaxassisligingiz bo'yicha kontent bo'lsin, o'zingiz spetsialistligingizni ko'rsatib beradigan kontentga. Aytaylik, birinchisi bo'lsin, to'g'ri yurishni o'rgataman. To'g'ri yugurishni o'rgataman.
o'zi yurishni o'rgataman desangiz ham bo'ladi. Yurishdan To'g'ri boshlanadi yurish, hamma narsa o'zi. to'g'ri yurish qoidalarini o'rgataman. Yurishni o'rgataman. Nafaqat yurish, o'zi to'g'ri nafas olish, даже nafas olish. Siz to'g'ri nafas olishni ham bilmaysiz deb misol kontent qilsangiz bo'ladi. Xudo xolasa mana shuni kutinglar. Mana shu videolar anaqangizda chiqadi, Instagramingizda chiqadi. Mana shuncha odamga anaqa qilyapmiz. Balki chiqqan bo'ladi Instagramlarida, kirib ko'ringlar. Mana Ula atlet bularni sahifalari. To'g'ri nafas olish. Aytinglar, uchinchisi uje anaqada to'g'ri uchish. Velida to'g'ri uchishni o'rgataman. Vashchi ko'p-da bunaqa narsa aytish mumkin bo'lgan. To'g'ri oyoq kiyim tanlash, to'g'ri shorti tanlash, to'g'ri sport kiyim tanlash. Misol, nimaga anaqada emas, sport zalida emas, ko'chada yugurish tanlash kerak. Oddiy misol anaqa kontent va bu narsani aytib berish jarayonida odamlar og'zi ochilib qoladi. Eshitsa. O'z mashinasi yaxshiroq shekilli, ko'chada yugurish effektivroq shekilli o'zi. O'zi 1 kilometr mayli 2 kilometr deylik doroshkaga chiqib 2 kilometr ko'chada yugursangiz o'zi odam o'zi tushunib oladi, o'zi bilib oladi. Вообще og'irroqligini и сложныйroqligini чем на дорожке. Da. Chunki uni biomexanikasi ham важныйda, biomexanika har bir qilayotgan oyog'ingizni, tizzangizni qanday ko'tarasiz, tizza qanday borib keladi, qo'llaringizni qanday nima qilasiz. То есть energiya effektivniy bo'lish, bunaqa uzoq vaqt davomida yugurishni plan qilsangiz agar, siz maksimalniy energiya effektivностьni o'ylashingiz kerakda. То есть minimalniy energiya zatrata qilish kerakda, чтобы uzoq vaqt davomida yugurib berish yoki velik uchib berish yoki suzish uchun. Endi tushundim aka sizni. Uchinchi ishingiz uje klientlar bilan bo'layotgan etapni ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu odam men bu odam bilan menimcha vaqtdan beri ishlayapman. Bularda mana bunaqa narsa qildik. Misol, aytaylik, o'sha o'zingizni знаменитыйroq klientingiz bilan bo'lishi mumkin yoki zo'r yaxshi natija ko'rsatgan klientingiz bilan bo'lishi mumkin. Mana biz ham ko'chada yuguryapmiz. Nimaga zalda emas. Men bu odamni faqat yugurtirmayapman, bularga ovqatlarini ham, ovqat tomonlama ham ancha topshiriqlar berganman, qanaqa o'zgardi? Misol, o'zingizni his qilishingiz. U odam aytib beryapti, mana bu narsani to'g'rilagandan keyin mana bu narsa bo'ldi. Zo'r-ku yigitlar, agar kimga qiziq bo'lsa, kelinglar, birga yuguramiz, birga ishlaymiz, do'st. To'ladi darektingiz. Keys. Bong'ilaydi. Darektingiz bong'ilaydi. Mana shunaqa qilib, uje anaqa qilasiz. Bularni hammasini bu klientlarni sizga olib keladigan joy hozirgi boshlang'ich etapingizda o'zingizni spetsialistligingizni ko'rsatib bera olishingiz va keyslaringizni klientlaringizni ko'rsatib bera olishingiz bo'ladi. Ya'ni bosib o'tgan o'tmishingizni, nimani bilishingizni aytasiz. Odamlarga qanaqa o'sha foydali va o'zingiz biladigan bilimlarni ko'rsatib berasiz. Faqat shu joyda tonkiy momenti bor. Qo'pol qo'yayotgan, apshak bo'lib ketgan temani olib chiqmasligingiz kerak. Misol, bu hamma aytayotgan bo'lishi mumkin. Aytaylik, hozir hamma testosteron haqida yoki qanaqadir ukolni urib, aytaylik, qanaqadir o'sha kuchli bo'lish haqida gapirayotgan bo'lsa, siz naborot ayting o'sha narsani. Bunaqa qilmagin yoki bunaqa narsa qilsang ham bunaqa bo'ladi. Yoki umuman, misol, tosh ko'tarma. Men senga bunaqa qilishni o'rgataman yoki nima qilasan katta bo'lib ketib, misol, kiyimga sig'may qolsang, unaqa formani nima keragi bor? Umuman neformalniy odam bo'lib qolasan. Nima keragi bor unaqa yashashni degan narsani aytishingiz mumkin. Odamlar уже o'ylaydi, to'g'ri aytyapti bu odam haqiqatdanmi katta bo'lib ketib nima qilaman deydi. Misol, lichna menga ham katta bo'lib ketish umuman qiziq emas-da. Shunga o'xshagan hammadan boshqacharoq уже fikrlarni, kontentlarni yetkazadigan bo'lsangiz, уже auditoriya yig'ishingiz, ularni jalb qilishingiz, mahsulotingizni ham, xizmatingizni ham sotishingiz juda ham oson bo'ladi. Endi undan keyingi etapdagi ishingiz nima bo'ladi? Odamlarni yig'dingiz, kontent qildingiz. Kontent qilganingizdan keyin уже o'quv kurslaringizni ishlab chiqish, birinchi offline qanaqadir уже kolleksiyada oldingiz. Baribir ertaga odamlarga ko'proq qiymat berish uchun onlaynni qo'shmasangiz bo'lmaydi. Aytaylik, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, balki 1 yildan keyin уже uni keyin tizimini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Hozir endi unga ham chuqur kirsa, уже katta tema. Sizdagi katta topiladigan katta pul o'sha yerda bo'ladi. Mana bu offlaynda anaqada, misol, qiziqishga, boshqaga, men ham sizlar bilan mana o'zim lichni ishlayotgandek yoki boshqa qilayotgandek bu yoqdagi chekki qimmat qilib turib, misol, qimmat deganda qanaqa mana shu narsa siz qilishingizga arziydigan vaqtingizni ketkazayotganingizga matematikasi to'g'ri keladigan holatda qilib,
keyin misol hammada baribir imkoniyat har xil bo'ladi. Butun dunyodan sizni darslaringizni olish xohlaydigan odamlar bo'lishi mumkin. O'sha odamlarga ham dostupniy qilib turib onlayn versiyasini ishlab chiqishingiz baribir aktual. Va u etapdagi ishni keyin men bilan qilib bo'lganingizdan keyin o'ylaysiz. Hozir unga anaqa qilmang. Ne kontaktlar ochib so'rar ekan, telefon topib, ne telefon qilib. Ha, yo o'zi borgandan keyin. Xudo xohlasa men nazoratimdasiz. Uni hozir mana ishlayvering. Hozir faqat misol botdagi ishingiz bo'lsa, avtoritet yig'ish. Prosmotr ham emas, подписчик ham emas, avtoritet. Ulug'bek deganda odamlarning fikrida sog'lom turmush, o'sha Iron Man tasavvuriga keladigan, Iron Manlarni tayyorlaydigan trener tasavvuriga kelish kerak. Har tomonlama yetuk, o'sha sog'lig'i tomonlama, har tomonlama kuchli, любой chasaga gaplasha oladigan odam hayoliga kelish etapiga olib chiqib olishingiz kerak. Undan keyin любой narsani sotsangiz bo'ladi. Faqat shu etapda o'zi sizni maqsadingiz sotish emas ekan, o'zi sizni maqsadingiz odamlarga o'sha sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ekan. O'zi bu narsani o'zi juda ham zo'r. Baribir qanaqadir anaqa bo'lib turishi kerak. Obmen uzaytib obmen bo'lishi kerak. Bu ish bilan davomiy shug'ullanishingiz uchun. Mana komandani ham qilishingiz uchun ham va bular ham tekinga ishlamaydi-da. Bundan tashqari yana ko'p ish bo'ladi. Hali ichkariga kirganingizdan keyin ish sifatini oshiraman siz. Shuning uchun shu narsalarni qilishingiz kerak. Shu etapda qanaqadir savolingiz bormi aka? Savolim tushundingizmi nima qilishingiz kerakligi? Prinsipi o'zi plan chizib berdingiz. Mana shu narsalarni o'zi amaliga oshirish uchun ham adashmasam normalniy vaqt kerak bo'ladi. 2-3 oy kamida. 2-3 oy kamida. Siz aytganingizdek, eng asosiysi bu yerda bo'ladi. To'xtab qolmaslik uchun motivatsiya topish. O'sha qanchalik ko'proq oldinga borgan sari ko'proq davom ettirish uchun sabablar paydo bo'lishni boshlaydi. O'ylaymanki, o'sha narsalarni ushlab, o'sha narsalarga nima qilib, maksimalni sizga mana oddiy yana anaqa aytaman. O'zingizni spetsialistligingizdan kelib chiqib, bu ham bitta odat. Buni faqat o'sha aytganingizdek oson qilib qo'yish kerak. Mana hozir biz bu ish bilan shug'ullanamiz. Mana shunaqaroq ancha osonroq qilib qo'yganmiz biz o'zimizni holatimizda. Protsessni ancha oson qilib qo'yganmiz va menga mana yarim kecha siz bilan gaplashib o'tirish ham qiyin emas yoki sizdagi chiqayotgan narsalarchi misol uchun menda boshida sizni holatingizda aytishim mumkin. Yugurishda noto'g'ri yuguryapman. Ko'rib turibman, juda kichkina narsa-da. Hali u 20 kilometr yugurish u yoqda tursin, unaqa yugurganimda 1 kilometrda ham o'sha rasvo bo'laman, travma olaman. Ko'rib turibsiz-da u narsani. Juda kichkina narsa. Menda ham hozir siz mamlatdagi qilayotgan, o'ylayotgan narsalar shu oddiy oson narsalar. Bularni ham tizimlashtirib oddiy holatga o'tkazib qo'yish mumkin. Hali oldingizda juda katta problemalar chiqadi. Yaxshi, demotivatsiya hozirdan boshlandi. Bormadi, kuyasan deydi-yu. Yo'q, bularni bosib o'tganingizdan keyin oson bularni ham qilish mumkin ekan. Hozirdan uni hozir men sizga aytsam, anaqa qilmaydi-da. Qo'rqib qo'yaman bekorga. U bosh etapdan o'tib oddiy oson, misol kameraga gapirish juda ham oson, kontent qilish oson. Hammasi oson degan pitichka paydo bo'lgandan keyin ularni ham ko'rganingizda, u problemalarni ko'rganingizda bulardan o'tib ketaman. Yechimi bor buni ham baribir. Mana shu yerdan odamlar o'tgan-ku mana shu narsadan degan o'sha anaqa fikr paydo bo'ladi. Shu yana bitta oxirgi nima savolim shunaqa bo'ladi. Siz aytdingiz o'tgan safar shaxsiy brendni yaratishda ijobiy tomonlari 1, 2, 3 sanab o'tdingiz-da. Bitta bir salbiy tomonni aytdingiz-da, kichkina kamgina aytib o'tib ketdingiz tezda. Ko'chada nima odamlar bilan nima qilganingizda, iltimoslar ko'payishi, odamlarga nima qilmaslik, ko'ngliga tegmasdan to'g'ri javob berish deydimi, nima deydi? Mana shu narsa tomonidan sal nima bor. Qanaqa bo'lar ekan, to'g'ri bo'lar ekan. Endi, конечно, bu, наверное, цена, за которую нужно платить, наверное, nima deydi? Bu ham bahosi deymizmi? Shu ishda bahosi. Avvalambor u birinchi o'rinda o'sha etapga chiqib olish. Bu narsaga hamma ham yetib bormaydi. Men misol ko'p odamlarni taniyman, hamma ham maslahat olish xohlamaydi taniqli bo'lgani bilan. Siz shunaqa darajaga chiqib olsangiz, buni o'zi bitta yutuq aslida. Keyin, baribir fiziki imkoniyatingiz yetmaydi, boshqa qilmaydi, qanaqadir darajaga chiqqaningizdan keyin hamma sizdan maslahat so'raydi, baribir sizdagi imkoniyatlar cheklangan. U narsada endi ozgina
shu bezlashasizda. yo o'zi o'sha etapga chiqqaningizni o'zi tushunasiz. Immunitet paydo bo'lishni boshlaydi, oke. Anaqa tushuntirib ketasiz yo'l-yo'lakay kimgadir yoki maslahat berasiz, boshqa qilasiz. O'ylaganingizchalik qiyin emas, uni bir xillarda o'sha kayfiyat yo'q edi, tushuntirasiz endi hozir sal bandroq edim. Keyinroq gaplashaylik, iltimos Instagramdan yozib qo'ying degan podxodga o'tasizda. Yaxshi. Agar Astur aka sizga shunaqa javob bergan bo'lsa, biling. deydi, nima haqida gapirayotganligini. Rahmat. Shunaqa. Xullas, aka, oldingi yo'lingizga muvaffaqiyat va xuddi shu kamchiliklaringizni to'g'irlash bilan birga o'zingizni spetsialistligingizni ko'rsatish ustida ishlasangiz, u yog'i xudo xolisa besh bo'ladi. Rahmat. Omazingiz bersin. Rahmat. Bo'ladi. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat sizga. Razborimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz shaxsiy brendingizni rivojlantirishga chuqur kirishmoqchi bo'lsangiz, bizda to'liq kurs bor. Hozir oldindan eng yaxshi narxda va eng yaxshi bonuslar va qo'shimchalar bilan darsga qo'shilish imkoniyatingiz bor. Batafsil ma'lumot olish va darslarga qo'shilish uchun videoning tagida link bor. Shu link orqali nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.